60 kilo soya shirot, 90 kilo semichka shirot, 250 kilo makka, 190 kilo bug'doy, hop 350 kilo arpa bo'ldi. Keyin ichimlik sodasi, uyda ishlatiladigan sodadan 20 kilo, shu osh tuzidan 10 kilo. Keyin Vilafos Premix mana qo'ylarda o'zinikidan olib keldik. Bundan 20 kilo qo'shdik. Bunda o'sha barcha vitaminlari bor. Ammo zo'r narsa ekan. Avval ham olib kelib ishlatib ko'rdim. Yaxshi, zo'r effekti bor ekan. Bari vitaminlar bor ekan. Shu Germaniyaning o'ziniki.